Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Bu Şinjan televiziya stansiyasining bevosita ko'rsatish uyi. Şinjan televiziya stansiyasining naq maydondan bevosita ko'rsatayotgan Taklimakandagi qadimiy madaniyatning sirini etish nomli alohida programmasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Mohinur Ahmad. Taklimakand qumligi dunyo bo'yicha eng chong ko'chma qumliq bo'lib, halokat dengizi deb ataladi. Biroq bu qum barxanlar ostida nurg'un sirlar yoshirilgan. Bugun davlat va avtonom rayonimizdagi munosabatli mutaxassislardan tashkillangan arxeologiyalik tekshirish atriti bilan Damko yaqinini bo'ylab janubdan shimol qarab qum ostida necha ming yil ko'milib yotgan uzun dagligining ilgirki shonliq madaniyat san'ati bilan tanishib chiqamiz. Oldi bilan men ko'pchilikka bugun taklif qilingan aziz mehmonlarimizni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat yodgorlik arxeologiya tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i tadqiqotchi Anvar Qosim apandi. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik muzey arxeologiya bo'limidan kandidat tadqiqotchi Anvar Hasan apandi. Assalomu alaykum, xush keldinglar. Va alaykum assalom. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bizning bu bevosita ko'rsatilayotgan programmamiz Şinjan televiziya stansiyasining Xuyi Tori va Şindan Tori Tingshin Torida ochgan Hasan Yusen Tangirtog'ni yo'ritdi nomli mikrobiolog va Şinjan televiziya stansiyasi xabar markazining Şinjanga nazar nomli mikrobiologida mas qadamda bevosita ko'rsatildi. Ekrandagi aloqalash usuli bo'yicha biz bilan aloqalashib programmamiz qatnashsanglar bo'ladi. Oldi bilan bir qisqa film orqali tunugungi arxeologiya tekshirish faoliyatlarini eslab o'taylik. Arxeologiyalik tekshirish ahvolini bevosita ko'rish atrofimiz qumliq ichkarisiga qarab davomli ilgirladi. Ilgirlash davomida qumliqda chechilib yotgan nurg'un jasad so'ngaklarini bayqadi. Arxeologiya mutaxassislari ulug' zaratkorlikqa 3 kilometr kelgan joyda bayqalgan qabr shakllari bilan ulug' zaratkorlikka dafn qilish shaklining butunlay o'xshamaydiganligini his qildi. Biz hozir turayotgan bu joy O'stan Seg'izli qabristonligi. Bu insonlar dafn qilishga astoydil tanlagan rasmiy qabr o'rni hisoblanadi. Arxeologiya mutaxassislari o'g'irlangan bir qabrni qutqizish xarakterli qazdi. Bu yerda faqat kepanliklar bor ekan, boshqa narsalar yo'q. Shuningdan qaraganda bu islom dinidagilarning qabrisi bo'lishi mumkin. Bu buningdan 8-900 yil ilgari va yoki uningdan burungi qabri bo'lishi mumkin. Arxeologiya atriti O'stan Seg'izli qabristonligida qadimgi insonlarning nurg'ulg'an ishlab chiqarish va turmush qurollarini bayqadi. Bu joyning Ipak yo'lidagi muhim o'tan ekanligini, tovar almashtirish yo'lining noyob ravon bo'lganligini aks ettirib berdi. Biz bu qisqa filmdan tunugungi arxeologiyalik tekshirish faoliyatlarini bir ko'rib o'tdik. Endi bizning shu arxeologiyalik tekshirish atrofimizningki qumliq safarini boshlab o'tganiga bugun 5-kunga qadam qo'ydi. Endi qumliqningki temperaturasi tuvan, u yerda suv qis bo'lg'achqa, ular balkim turmushda ba'zi qiyinchiliklarga yo'liqqan bo'lishi mumkin. Tuvan biz bir qisqa film orqali ularning qumliqdagi turmush ahvolini egallab boqaylik. Atdigan soat 6da Taklimakan qumliqida turayotgan bevosita ko'rish guruhi a'zolar o'rnidan turdi. Qumliqda kecha kunduzning temperatura farqi cho'ng bo'ldi. Tunugun kechida eng tuvan temperatura 0 dan tuvan 9 Selsiy gradus edi. Atdigan o'rnimizdan turganda temperatura bak tuvan bo'lg'achqa sirq chiqibla muzlab ketdik. Chidiringizni ko'rib baqsam bo'lamdi. Bir chidirda 2 dan yotdik. Kechda bu yerda uxuldik. Ko'pchilik chidirni ratlayotganda orqasa ta'minot guruhlar nashliqqa umoch etdi. Atdiganda issiq umoch eng yaxshi nashliq hisoblanadi. Havo bek sovuq bo'lg'achqa yuzimni yuvishga jur'at qila olmadim. Guruh a'zolari qumliqqa kirgandan boshlab yuzni yuvib boqmadi. Havo sovuq bo'lgandan boshqa ichadigan suvni to'yigiga ortib qumliq elib kelgan bo'lg'achqa chaklik suvni cho'qim tejab ishiltish kerak. Shunga ko'pchilikka yuz yuvadigan suv berilmadi. Faqat bevosita ko'rish davomida ekranga chiqish vazifasini ustiga olgan muxbirlarning bevosita ko'rish boshlanishdan burun ozroq suv bilan yuzni yuvishga ruxsat qilindi. Suv qumliqda intayin qimmatlik. Shunga ozroq ishlatdim. Qurg'oq bo'lg'achqa saqlanni olg'icha ehtiyotsizlikdan kesib oldim. Yo'ldoshlar, yo'lga chiqaylik. Atdigan soat 8da tayyorliklarimiz bitgandan keyin bevosita ko'rish guruhimiz bugungi bevosita ko'rish nuqtasiga atlandi. Bugun havo bek sovuq, tunugungidimi sovuq bo'ldi. Hozirgi holingizning burunqiga o'xshamay qolganligini his qilmadingizmi? Hech qisi yo'q. Menga bu yerda kim qaraydi? Bevosita ko'rish guruhi yo'lga chiqibla, orqasa ta'minot guruhlarimi tushlik tomoqqa tayyorlik qildi. 60 necha kishilik tomoq ichish uchun 2 soatdan ortiq tayyorlik qilindi. Tushda nima tomoq yeymiz? Tushda guruch tomoq yeymiz. Isivilak, much, sho'xlik qatorliqlar, yana go'shtmi bor. Bugungi tushlik tomoqimiz xili mo'l ekan-da. Shundoq, biroq yangi ko'ktatlarmi ko'p qolmadi. Karabcha oz qoldi. Keyincha bundaq yeshil ko'ktatlarni yeyolmaymiz. Faqat isivilak bilan barangili qoladi.
3 soat 13'da bevosita ko'rsash oxirlashib, bevosita ko'rsash gruppisirkilar tush tamoq yedi. Tushdagi oftobda bir qancha kunlar bilan yuzni yuvmagan xodimlar o'l qog'ozda yuzlarini surtdi. Atiganda havo bek sovuq. Tushda oftobda havo ozroq isiydi. Mushu chog'da yuzimizni surtsak rahat bo'ldi ekan. Suv kamchil bo'lg'achqa xodimlar yuz yuvganning o'rniga o'l qog'oz bilan yuzini surtdi. Tush tamoqdan keyin ko'pchilik qochlarni qumda yuvdi. Asosliqi qumliqda suv qiz. Shunga qochidagi may yo'qini qumda surtib, ondan suvda chaqib olsak pokiz bo'ladi. Buningda xili ko'p suvni tejab qolgan bo'ladi. Biz bu qisqa filmdan shu arxeologiyalik tekshirish atritimizning qumliqdagi turmushini ko'rib o'tdik. Balkim qumliq turmushi jafoliq bo'lsa-mu, ko'pchilik bunday yashash menimcha intayin ko'ngilli bo'lishi mumkin. Endi biz bugungi suhbatimizni rasmiy boshlab o'taylik. Hammamizga ma'lum, endi Şinjan ayni vaqtda Sharq bilan G'arbni tutashtiradigan, kishini o'ziga intayin jalb qiladigan, shundaqla, shu Sharq bilan G'arbning madaniyat almashtirishidagi strategik muhim ahamiyatga ega joy edi. Endi biz shu Taklimakan qumlig'ining ichkarisiga joylashgan Keriya, Niyat, Cherbostonliqlardan nurg'ulg'an tarixiy iznalarni bayqab chiqdik. Endi shu Taklimakan degan so'zning zodi qaysiligi tava ekanligi to'g'risida bizning ilm fan sohasiga hozircha hukm chiqqanida, ammo bizning tushunishimiz hozir Taklimakan degan bu so'zning ma'nosi yo'qolib ketgan makon, tahtiy makon deganini bildirgan. Demasam bu tahtiy makonning tegini biz to'xtovsiz qazgan sari bu yerda yo'qolib ketgan makonlar bir-birlab ayon bo'lib tarixni bizga eslatib Alvarka. Siz bizga shu Xotan Bo'stonlig'ida hozircha bayqalgan qadimiy shaharlar, qabristonliklarni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Hozir qadar ilib qolgan arxeologiyalik tekshirishda Xotan Bo'stonlig'ida nurg'ulg'an qadimgi xarobalık va qabristonliklar bayqaldi. Ularning davri tarixdan burun va tarix mezgillarga tava. Qismanlari burun bayqalgan bo'lsa, endi qismanlari yaqin yillardan buyungi yangi bayqashlar hisoblanadi. Qadimgi shaharni olsak, 1994-yili Jungo Fransiya Birlashma Arxeologiya tekshirish atriti Keriya daryosining tuvan yaqinida bayqalgan Yumlaqum qadimiy shahri bilan 2005-yili Yumlaqum qadimiy shahrining shimolidan bayqalgan yana bir qadimiy shahar hisoblanadi. Bu Xotan tavasida bayqalgan tarix eng burun qadimiy shahar hisoblanadi. Xan davridan keyin Tarım vazisi atrofida nurg'ulg'an bagliklar barliq keldi. Bu to'g'riliq Xannoma g'arbiy tashkilotchilar nayt tafsil uchurlar berilgan. Xannomada bularni 36 baglik deb xotirlagan. Arxeologiyalik bayqash va tarixiy yozma manbalardan qaraganda ko'p sondagi bo'stonlik bagliklarningki shaharlari bino qilingan. Bu mezgilde bunday qanchaqda Şinjanning shahar qurilishi tez taraqqiy qilish bosqichiga kirdi deb qaraymiz. Shunglashqa Tarım vazisi atrofida nurg'ulg'an o'sha Xanslasiga oid shahar xarobalari saqlanib qolgan va qabristonlikmi bo'lgan. Tamslasi kelgandan keyin Şinjanning shahar qurilishi bir yangi taraqqiy bosqichiga qadam qo'yib, gullanish bosqichiga kirdi deb qarasak bu. Demek ki Alvarkam'ın aytganlardan biz Xotan Bo'stonlig'ida hozirgacha bayqalgan bir qancha qadimiy shaharning ismini anglab o'tdik. Endi mushu siz aytgan qadimiy shaharlarning ichidan tipik vakillik xarakterga egalar qaysilar? Buning ichida Qardun qadimiy shahri bilan Yumlaqum Oqsepel qadimiy shahrini deymiz. Qardun qadimiy shahri Keriya Nayi Daryobo'yi kent yezisining shimoliga 20 kilometr kelgan qumliqning ichiga joylashgan. Buningki Külümü 5625 kvadrat metre keldi. Hozir saqlanib qolgan sepilning egizligi taxminan 8 metr atrofida. Bu shahar asosan yog'och loy qurilmali bo'lib, saqlanishi bir qadar mukammal. Shaharning ichida nurg'ulg'an yog'och qurilmali qurilishlar bor. Bir qismanlari o'rilib tushgan bo'lsa-mu, endi ko'p sonlangan turalg'i uylarning izini aniq ko'rgani bo'ladi. Bu yerden degan nurg'un yodgorliklar bayqalgan, sopol buyumlari deymiz, yog'och buyumlari, tugman teshi, yog'inchoq, qadimgi pul qatorliqlar. Bo'lib bu taxtayga yozilgan, udun yoziqidagi vasiqa, hujjatlar bayqalgan. Bu yerda 20-asrning 90-yillari deymiz. 1996-yili Jungo Fransiya Birlashma Atriti bir qizish ilib qolgan. Qizish jarayonida 61-ci numaralı bir Budda ibadatını kızıp bu yerda nurg'ulg'an tam resimlerini, Budda'nın ait tam resimlerini bayqagan. Endi Alvarka,
Şu Tehlimakan hakkında köpçülük kızıqıdığan intayın köp rivayetler bağı deymi. Şunda. Biz endi Tehlimakan deb bayam sizmi deb o'tdingiz. Tehlimakan degan so'zning o'zining sirliqligi chiqib turdi. Bu to'g'riliq nurg'ulg'an rivoyatlar, afsonalar hozirgacha xalqning og'zidan og'izga ko'chib saqlanib kelmoqda. Buning ichida masalan Tehlimakan qumlig'i tuyuqsiz g'oyib bo'lib ketgan shaharlar to'g'riliq har xil rivoyatlar bor. Buning ichida men G'olib Birot Arikninki Kiroraning siri degan kitobida xotirlangan bir necha bir rivoyatni so'zlab beray. Masalan, Perjevaliskiy Rossiyalik arxeolog ekspeditsiyachi shuningki ayni vaqtdagi Lop ko'liga safar degan kitobida xotirlangan yerli xalqninki og'zidan anlagan rivoyat. Bu qumliqning o'tirsida shahar ketar deydigan bir shaharning borligi. Bu shaharning aholilarining boy yashaydiganligi. Bularning Budda diniga e'tiqod qilganligi. Hatto ularningki butqonlarningki oltin rang berilgan cho'ng butqonlarning borligi tasvirlangan. Bu yerda Şinjan'da İslam dinininki ta'siri bilan bu yerda bir o'lma paydo bo'lgan. Bu o'lma paydo bo'lib, bu yerdagi yerli xalqlarni islom diniga da'vat qilgan. Da'vat qilgandan keyin bu yerning yerli xalqlari islom dinini qabul qilishni rad qilgan. Rad qilgandan keyin bu odam Xudodan duo talab qilib, ularni qattiq jazolashni talab qilgan. Talab qilgandan keyin buning duosi ijobat bo'lib, tuyuqsiz bu shaharda qum ko'tarilib, qum bo'ron ostida qolgan. Qum bo'ron ostida qilib, mush odamlar hayot qolgan. Buniki hamda bu yerli xalqlarning deyishicha, bu yerdagi odamlar hayotmish. Ular shu yerniki chigining yiltizini yeb yashayotganmish. Hatto qumliqlarning atrofida to'qu xo'rozlarning chilligan ovozlari anglanib turamish. Uningdan boshqa yana Şinjan universiteti professori Abdukerim Rahmonningki Ipak yurtidagi afsona rivoyatlar degan kitobida bundoq bir rivoyat xotirlangan. Buningda shaharning o'tirsida shahar ketik deydigan bir qumning o'tirsida bu shaharning borligi, bu shaharning cho'ng ekanligi. Bu yerda Jaloliddin deydigan bir odamning o'tganligi. Bu odam Buxoroga berib islom dinini qabul qilib kelgandan keyin yenib kelgandan keyin bu yerdagi kishilarga islom dinini da'vat qilgan. Da'vat qilganda yerlik aholilar bu islom dinini kirishni rad qilgan. Rad qilgandan keyin bu odam bu o'zining yurtidagi kishilardan norozi bo'lib, bularning ko'ngli so'yishmagandan keyin Xudodan duo tilovat qilib, bularni qattiq jazolashni o'tingan. Shuning bilan tuyuqsiz Xudodan vahiy kelib buningga. Bu o'zi ayni vaqtda bu o'lma odam deb qaralashqa Xudodan vahiy kelgandan keyin bu vahiyda sen kechida shaharning o'tirsida bir munar bor. Shu munarga berib davomli aylangan. Taqich aylangandan keyin shu chog'da meningki karomatimni ko'rsan degan vahiy kelgan. Shuning bilan bu odam kechichi bu munarni aylangan, aylanib atiganda taqatganda qarasa degandek munarning ustida o'zi yolg'iz qolgan, bu shaharni qum besib, butun odam hayotlik shuning bilan tugagan. Bu Jaloliddin degan odam keyin u yerdan qaytib Aqsuga Aqsuga kelib, Aqsudagilarni islom diniga da'vat qilgan, ham ularning islom diniga kirishiga asosli rol o'ynagan degan bunday rivoyatlar taralgan. Demek hem Tehlimakan to'g'risida rivoyatlarni eshitsak, intayin ko'p rivoyatlar bor. Biz temimizni shu bugungi suhbatimizning nishoni qarataylik. Bizningki aslidagi mush arxeologiyalik tekshirish nishonimiz bo'yicha bo'lganda bizningki naq maydondagi tekshirish korpusimizdagida shu Qarachining qadimiy shaharida bo'lishi kerak bugun. Endi ular haqiqatan shu yer tekshirish olib bora oldimi? Uni naq maydondan signal kelgandan keyin bilamiz. Shuning uchun bo'lgan oraliqda biz mush Qarachining qadimiy shahari to'g'risida televizor ko'rgizlarga ozroq tushuncha berib turaylar, nimarka. Bizga mush Qarachining qadimiy shaharini bir tunishtirib bersangiz. Bo'ldi. Qarachining qadimiy shahri Chiri noyi Chiri bozorininki to'g'roq Agil kentining shimoliga 35 kilometr kelgan qumliqni joylashgan. Bu shahar 1901-yili Angliya Stein tunji qatim tekshirish ilib borgan. Bundan keyin 1929-yilga kelgan chaqda elimizningki mashhur arxeolog Xonumbiy apandi bu ishi qarablikda tekshirish qilgan. 2007-yili bu shaharni altın raylik darajalik nuqtalik qo'yilgan madaniyat yodgorlik o'rinlarida bekitildi. Bu tekshirilgan materiallardan qaraganda bu shahar sal chasi simon kelgan.
Töt burjiki yuğlaq. Şəhər sepilinin o'ttirida bir ishki darvozasi bo'lgan buni. Bunun kengligi 3 metr atrofida. Sepilning aylanmasi 385 metr bunda. Shimoliy, sharqiy va g'arbiy sepilning ayrim oldi uzunluğu 100 metr. Janubiy sepilning uzunluğu 85 metr bo'lgan. Sepilning umumiy egizligi hozir qoldiq egizligi deymiz. 7dan 4,3 metr atrofida bo'lgan. Bu qadim shahar asosan loy bilan qo'pilganda bu narsa. Hozir bizga bergan bo'lsa uchirmaydi narsa. Bu shaharning atrofidagi 4-5 kilometr oraliqda sapal parçalar, sapal buyumning parçalari bayqaldi. Atrofida qabristonlikmi bor ekan. Biroq hozir qadar bu xaroblikda arxeologiyalik tekshirish va qizish xizmati ishlanmadi. Şu anda biz bayqalgan bu yerda buyumlar bilan bu shaharning shakli va qurilmasiga asosan bu qadim shaharni xan va tong sulolasiga tava deb bu yerda qarab turibmiz. Bayam siz bu qadimiy shahar atrofida cho'ng ko'lamda arxeologiyalik tekshirish olib berilmadi dedingiz. Balki bizning bu qitimli tekshirishimiz bir cho'ng ko'lamli tekshirish bo'lib qolishi mumkin o'sha qadimiy shaharga nisbatan. Lekin 1999 yili va 2000 yilda bu yerda bir arxeologiyalik kichik ko'lamli tekshirish olib berilgan ekan. Mana shu vaqtda bu yerdan bir qism temir qulub, temir bilayzuk, misdachan, mis halqa, yumaloq tush qatorliq buyumlar bayqalgan. Bir qism sapal buyumlarni bayam o'zingiz aytib o'tdingiz. Endi mana shu tepilgan buyumlar ayni vaqtda shu qadimiy shaharniki Müşahedeki karvanın ötüş yoldaki intayin mühim stratejik o'rin bo'lishidan boshqa yana ayni vaqtda bu yerda yashagan kishilarninki turmushda qo'l hunarmandchilik shaklini taraqqiy qilganligini yana kishilarda bir xil shu go'zallik qarashidan shakllanib bezak buyumlarga bo'lgan intilishning kundan kunga kuchayib berayotganligini bildiradi qanday xabarka. Shundoq. Chunki Xotan bo'stonligi hamda hammamizga ma'lum Ipak yo'lidagi muhim tugunning biri. Bo'libmi Sharq bilan G'arbniki medeniyet almashtirishdan o'tmisi bo'lmaydigan o'taning biri. Shunda bo'lgandan keyin bu Xotan bo'stonligi atrofidagi bu shaharlar asosan Xan davridan keyin Tang davrigacha bo'lgan orliqni gullangan. Buning ichida nurg'unlagan shahar xarobalaridan sapal buyumlarning parchalari, sapal qochilar, hatto yung to'qilma kiyim-kechaklar. Undan so'ng yog'ochdan har xil yasalgan turmuş buyumları bayqaldı. Muşnunga asasen biz bu yerde kesip etalmasak mı bir dehqonchilik turmuşuniki nayet rivojlanganligini ko'rib etalaymiz. Shunda bo'lgandan keyin albatta bu yerdagi odamlar bu madaniyat almashishning ko'paygan sari madaniyat bir xil go'zallikka intilish. To'g'ri. Qarshi kundan kunga yuqorilab bordi. Hatto G'arbningki sharqning madaniyatlari bu yerga keladi, bulardan o'zlariga chiroyli ko'ringanlarni o'rnak oladi. Shuning uchun odam bo'ladi ekan, odamda estetik zo'q bo'ladi. Shuning uchun bularda har xil bejaklarni taqash, bejaklarni yasash, ular yasashga estetik zo'qi eshib kelgan ekan. Sapal qacha yoki bir narsalarga har xil gullarni, gul nusxalarini uyish, buning o'zi bir estetik zo'q. Şuna hem de bu yerdeki qo'l hunarmandchilik, mushlarningki nimaga go'zallik bo'lgan intilişi bir ma'lum darajadagi yuksak pallaga ko'tarilgan deyishga bo'ladi. Shundaqmi? Bayan bizga Anvar Qosim akamiz shu Qaritim qadimiy shahrining qurilmasining to'rtchas shaklda, ammo atrofidagi yumaloqroq shaklda e'lonlanganligini aytib o'tdi-ku. Undaq bo'lsa, mushkil qurilish uslubi bizga nimadan uchirib berdi? Biz bundan qarab nimani bila olamiz? Hamda bu yumaloq shahar deganimiz hamda asosan O'rta Osiyoniki shu ayni vaqtdagi tipik qurilish aloyiligi bronz davrining oldidagi. Hamda buni biz oldin bilan buning manbasini Yevropaniki, Yevro Osiyo cho'ng quruqligining yayloq madaniyatidagi Yevropaliklarniki dastlabki uylarning chidir holatdagi uylarniki kengaytirilgan shahar shakli deb qarasak bo'ladi. Bunda şehirlerden O'rta Osiyoda mesela Türkmenistan'daki Merve şehir harabisi ta ki bronz devirden 14. asırgacha davomlashgan shahar bu. Bundan nurg'un madaniyat izlari bor. Undan boshqa Qozog'istondagi O'trar. Bizning bu Şinjan'da elib etsak bir qism shu yumaloq shakldagi shaharlarmi bor. Undan so'ng Budda Şinjan deniga Budda dinininki
kirib kelishi bilan bu hammamiz bilamiz Budda dinini Hindistondan Şinjan'a kirgan. Shuning uchun bu Hindistondagi Budda dinining asosliq shahar tipi bo'lsa 4 chasa chas shaklida yoki bo'lmasa koridor shaklidagi uzunchoq chas shaklli shahar markaz asos qiladi. Shuning uchun Şinjan'a Budda dini kirgandan keyin bir qism chas shaklli shaharlar, 4 chas shaklli shaharlar maydon qilishga boshlagan. Hozirgi masalan bizniki oil uylarimizda Janubiy Şinjan'dagi ba'zi uylarimizda asaqmi, shaharlarni asaqmi asosan 4 chas shaklli, chas shaklli, uzun chas shaklli holatni shakllantirgan. Balkim mushumu ashning iznasi bo'lishi mumkin. To'g'ri, to'g'ri. Undaqda Anvarka, mushu Taxlamakan qumligida hozirgacha bayqalgan bu qadimiy shaharlar ichida bayam siz degandek yumaloqroq shaklda ilingan shaharlar bir qadar ko'p uchrandi qandaq. Şinjan tavasida bayqalgan qadimiy shaharlarniki ko'lami birisi-birisiga o'xshamaydi. Shakli asosan chas va yumaloq shaklli. Chambarchi ismini desang bo'ldi, buni asos qilgan. Hozirgi qadar bayqalgan shaharlardan olsak, chas shaklli bir qadar ko'proq bor. Bunun ichida uzun chas shaklli bor. Hamda ma'lum chambar simon deganimiz yumaloq shaklligimiz bir qadar oz. Bu shaharlar degan hozir yumaloq shaklli shaharlarning asosan bizga ma'lum bo'lgani Mutlan dairasiga Yimpan qadimiy shahri. Endi birga Niyening janubidagi qadimiy shaharlar. Chas shaklli shahar bir qadar ko'p. Bu miloddan burungi 7-asrdagi Qumuldagi Tuzko'l degandek shaharlar hammasi mashhurligida chas shaklli bo'lgan. Hamda har bir rayonniki shakl o'xshamag'achqa, haliqinda rayon alaylik o'xshamag'achqa ba'zi yerdagi shaharlar va shig'ilda masalan mana haliqinda daryo tishlaymiz bundan so'ng haliqinda shig'il tashlar qo'pirilgan ba'zi yerlarda to'pni xondash usuli bilan ba'zi shaharlar kesak bilan qo'pirilgan ba'zilari to'pa to'g'ri yoki yulg'un shaklarini aralashtirib bundan so'ng qo'pirilganligida yasalgan sepildirib yasalgan. Amde biz bayam yumaloq qum tilg'ilindi-ku. Bu yumaloq qum qadimiy shahri mushu Kereya noyisi atrofidan bayqalgan shundaqmi Anvarka? Amde mushu Kereya daryosi vodisidagi ijtimoiy va iqtisodiy formatsiya ayni vaqtda bu yerda yashagan aholilarningki ijtimoiy turmush ahvoli, dafni urf-odatlari, diniy e'tiqodi, irqiy madaniyat alohidligi qatorliqlarni to'liq namoyon qilib beralaydi. Hamda egilashlar qaraganda mush Yumaloqum shahrida yashagan ayni vaqtdagi aholilar o'z yashayotgan mush muhitni intayin tafsili tushungan. Qanday deganda, ular mush atrofdagi qurib ketgan to'g'raqning yog'ochlaridan bir qism yog'och oyoq yog'och patnos, yog'och so'g'a va yog'och quta egar jabtuqlari qatorliq bir xil saymonlarni yasab chiqqan. Endi Anvarka, mana bu buyumlardan ayni vaqtda bu yerda yashagan aholilarning turmushida qo'l hunarvanchilik shaklininki ma'lum salmoqni egallaganligini ko'rib olib bo'ladi qandaq. Shundoq. Xotan bo'stonligidagi mushu qadimgi shahar xarobalarining ichida bo'libmi Xan davridan keyingi shahar xarobalarining ichidagi turmush buyumlari mesela dafn qilingan ham dafn buyumlarining ichida turmush buyumlari alohida salmoqni egallaydi. Undan boshqa masalan men misol qilib o'tsam Sampul qadim qabristonligini misol qilib o'tsak 83-yili, 84-yili va 92-yillari 3 qatim bu yerda qazish elib berib 60 necha qabr qazilgan. Bu yerdagi qabrlarningki shakli asosan tik lapasliq o raklik chas shaklli lapasliq qabrlar bo'lib, bu yerda nurg'unlagan sapal buyumlar, yog'och buyumlar, turmushda ishlatilgan masalan yog'och ko'rak. Ondan keyindan to'qilma buyumlarning ichida hatto paxtaroq, ipakroq, yung to'qilma kigizdan yasalgan buyumlar, mujnar narsalar chiqdi. Yana ondan boshqa Xotanning Xotan bo'stonligining atrofidagi Zag'ulli qadim qabristonligini olsaqmi, Zag'ulli qadim qabristonligidami nurg'unlagan turmushga ishlatilgan qo'l hunarvan buyum, qo'l hunarvanchiligi nihoyat taraqqiy qilgan buyumlar bayqalgan. Onun ichida asosan sapal buyumlar, yana undan boshqa yog'ochdan yasalgan. Yog'och deganimiz o'zining ashaning yerlik to'g'roq yog'ochidan yasalgan. Yog'och jam, yog'och ko'mzak, yog'och legan, mushundoq yog'ochda tangna,
Muşunda narsalar. Onundan başqa nəhayət çiraylıq nəfs işlənən yağış qutular. Onunğa çiraylıq böre və qoyununki şəkilləri oyulğan. Onundan başqa yağış körək. Zağılıqdan qızılınğan. Muşu narsalarnınki hətta ipək jong toqulma buyumlarının üstüge düşülgən örnəklərninki nəhayət nəfis. Adam körsə heyran qalarlıq. Muşdan qarab bu yerdeki qol hünərmənçilikinin nəhayət tərəqqi qılğanlığını his qıla alayımız. To'g'ri. Endi biz hozir shu Qarasin qadimiy shahar to'g'risida to'xtalyapmiz, Jumlaqumni aytyapmiz, bularning shakli yumroqroq shaklda. Lekin bizning birinchi kundagi programmamizda ko'rsatilgan Yorlangar, ya'ni To'g'raqton qadimiy shaharning shakli chas shaklda. Endi biz Shinjongda hozirgacha bayqalgan qadimiy shaharlarning shaklidan har xil shaklda qadimiy shaharlarni ko'ra olamiz. Endi 1994-yili Jungo Fransiya birlashma tekshirish atriti mush Taxlimakan qumlig'ida arxeologiyalik tekshirish elib berish jarayonida buningdan 2000 yil ilgirki qadimiy bir shaharni bayqab chiqqan. Mana bu dal biz hozir davatgan Yumlaqum qadimiy shahri edi. Tuvanda biz bir qisqa film orqali bu shahar bilan tanishib chiqaylik. 1994 yili Jungo va Fransiyadagi arxeologlardan tashkillangan arxeologiyalik birlashma tekshirish atriti Xotan viloyatining Kiriya nahiyasida tekshirishdi bo'ldi. Ular Qaradon xarobasidan g'arbiy shimolga qarab mengib daryo bo'yi yesidagi Kiriya daryosining oxiridagi Uchburjak rayoniga kelganda butunlay digida qum barxanlar ostida ko'milib qolgan qadimiy shaharni bayqagan. Yerliklar bu yerni Yumloq qum deb ataydigan bo'lg'achqa arxeologiyalik tekshirish atriti bu qadimiy shaharni Yumloq qum qadimiy shahri deb atagan. Qadimiy shahardan qezilgan buyumlarni tekshirish orqali Yumloq qum qadimiy shahrining bundan 2100 yil ilgirki shahar ekanligi aniqlangan. Bu Shinjongda hozirgacha bayqalgan yil tarixi eng uzun qadimiy shahar. Yumloq qum qadimiy shahrining shakli yo'g'on shaptulga o'xshaydi. Aylanmasi taxminan 995 metr. Shahar sepilining qoldig'ining egizligi 3 metrdan 4 metrgacha, eng egiz yeri 11 metr. Qadimiy shaharning ko'lami nisbatan cho'ng, imoratlarning joylashishi va silinish usulimi bir qadar ibtidoiy. Shahar sepili yog'och qurilmalik loy tom bo'lib, sirtqi tarafida muhofazat qaviti bor. Janubiy sepilning o'ttirsi va sharqiy sepilning shimolida birdan shahar darvozasi bor bo'lib, darvoza koridori, darvoza to'riki, darvoza izi saqlanib qolgan. Shahar ichida 6 o'rindagi imorat izi yer ustida ko'milib qolgan. Jungo Fransiya arxeologlarining qazishiga asoslanganda bu yerga dafn qilingan Yumloq qum odamlari qo'pol yoki inchki jung to'qilma kiyim va qurum kiyim kiygan. Qo'y yungi, to'gi jungidan yasalgan bezak taqagan. Ular Yevropa irqining Kavkaz turiga tava ekan. Bu yerdan sopol, tosh, metal, rangdor shish qatorliq buyumlar qezib chiqilgan. Shahar ichida nurg'un hayvon so'ngaklari chechilib turgan bo'lib, ko'pincha qo'y va to'gi so'ng kiygan. Bu madaniyat yodikorliklarini analiz qilishdan qaraganda, garchi Yumloq qum qadimiy shahri Taxlimakan qumligining markazida bo'lsa-mu, lekin tarixda Ipak yo'li echilishdan burunla bu yer sharq-g'arb madaniyati uchrashgan joyga aylanib bo'lgan. Biz bu qisqa filmdan Yumloq qum qadimiy shaharni xili tafsiliy ko'rib chiqdik. Endi mayli biz hozir davatgan Qarasin qadimiy shahri bo'lsin va yoki hozir filmda ko'rib o'tgan Yumloq qum qadimiy shahri bo'lsin, buningki sepil qurilmasi asosan chas shaklini olgan ekan Anvarka. Undaqda mushu ikki shaharningki qanday farqi va bog'lanishi bor? Bu ikki shaharning davr jihatda farqi bor. Yumloq qum qadimiy shaharni olsak, bu Xotan davasida bayqalgan eng baldurqi shahar hisoblanadi. Buning davri milodidan burungi 1-asr atrofida. Ya'ni biz ama Aminiya davridan G'arb Xansulasi davriga to'g'ri keldi. Va Qarasin qadim shaharni olsak, buning davri hozirgi bizim faraz qilishimizcha Xansulasi, Tongsulasi mezgiliga to'g'ri keldi deb qaraldi. Ama Yumloq qum qadim shaharni desak, bu Yumloq qum qadim shahar Chirinoyi, Damuku yesiniki Qasholiq kentininki Şarkı şimalığı tahminen 212 kilometre kilolgan kumluqning ichida bu. Bu shahar 1990 bay deganda 1994 yili Jungo Fransiya birlashma arxeologiya tekshirish atriti bayqagan. Bu yerda 96 yili qiz ishlangan bu shahar haqida shaharlik o'lchami
Ölçemsiz mana çalış şekilli. Bu çalış şekilli kırkında şehir qatarı kıldı. Tamları anca bak tüzkenmegen sepilleri. Ölçesine qaraganda bu şehirninki aylanması 995 metr. Janubi şimalının en uzun tarafı 330 metr. Şarkı garibinin en keng tarafı 270 metr gelgan. Bu ırkı uzun çalış şekilli sellası şunun mayılı bunda bir şehir bu. Bu şehir sepilleri asasen toğrak, mərqi, julğun şaqları bilen uğraştırıp bundan sonra. Onun üstüne layla bilen topulardı, laylanın üstüne lay topu bilen bundan sonra kurulmalı bunlar. Bu şehirniki degen şehir dervazaları var, Janubi sepili ve şimal sepilde birden dervazası var. Hazır ma'lum bo'lgani. Saqlanishi bir qadar yaxshi. Yer yüzünden degen nurg'un sapal parçaları, taş kurallar, biz kurallar, tümü kurallar bayqaldı. Onun başka marcalı mı var bundan sonra? Yani bu yer digenler koy, kala, at, tüyege digende hayvanatlarının ki sokakları mı bayqaldı? 96 yıl kızılgan çağda bu bir mesele, altı kabri kızılgan. Bu kabrdan bayqalışın bir xil alayda bir ahvalı bayqalganda. Şu çağda yalqanda tekşiriş etirtinin ki bir aşpaz oldu kaldı. Bu aşpaz demelikinde bu kalağa ketip berip, boşuna poğandan keyin qarşı degan bir yer bir yağaç to'qada bu yağaç chiqib qoldi qumliqda. Endi uni akirib, qalab o tabaq o't qalab tamoq edilganda bir tatayda tassa, bir jasad sandiq kuşada bayqalib qolgan gap. O bir qabr ekan, bunda qum ko'milib ketgan. Shu yerdan bu kız bu tekşir ettirdiğinden tane koşalıp gitti bu yerden naitler tepsili tekşirip altı kabrini bayqab kız onun içinde mükemmel saklanıp kalan cesetler var. Nurg'un kiyim kechakları var. Onun kiygan. Şu aynı vaqtdagi kishilarniki. Endi nurg'un hamdamning buyumlari var. Hozir bu narsalar Şinjan Medeniyet Yadigarlık Arkeologiya Tadqiqot o'rnida datlab tadqiqot qildi. Bu dokladımı Jungo bizga hanzuchi, fransuzcha dokladni plan bo'yicha bu yilning ichida chiqmoqchi, nashrdan chiqmoqchi bunlar. Şu bu bo'yin bayqashlar bo'lgandan keyin bu qarabılıkningki hamda yil davrini desak, bu qarabılıkning 50 avreskida karbon 14 orqali davri 1800 1900 yil atrofiga. Mushu keldi bir Yumlaqumningmi? Yumlaqum qadim shaharniki. Yil davri. Hozir bundan qaraganda bizningki miladdan burungi 1-asri. Yana boy deganda Aminiya davridan G'arb Xonsulasi davriga to'g'ri keldi. Şu bu qarabılık 2001 yılı memleketlik Medeniyet Yadigarlık İdaresi tarafından devlet derlik noktalık qo'yilgan Medeniyet Yadigarlık o'rinlari deb bir bu Goviyan'da mı da ilan qildi da. Ilan qilib bekitdi. Goviyan'dan devlet derlik noktalık qo'yilgan Medeniyet Yadigarlık o'rinlari deb bekitildi. Hozir siz mush Yumlaqum qadimiy shahrininki bino qilingan davrni dedingiz ku, aytdingiz a? Unda qo'sa qadim uchun Qarachin qadimiy shahrininki bino qilingan davrni qaysi vaqtga so'ralishimiz mumkin? Hozir uni bino qilingan vaqtini biroz demak tez. Chunki bu yer degan ilmiy usul arxeologik tekshirish bilan qizish xizmati ishlanmaydi dedi. Nurg'un madaniyat ahvollari bizga toz aniq emas. Buni bundan keyingi inchikilab izlanib, qidirilib, izlanishimizga endi yangi bayqashlarga muhtoj. Endi hozir qadar shu bayqalgan narsalardan qaraganda buniki biz hozir buni Xandin Xansulasidan mush Tang sulalasi orliqda mush bo'lishi mumkin deb buni qarab turmoqda. Faraz qilyapmiz. Undaqdan siz bayanmi karbon 14 tekshirishi degan bir gapni tilga oldingiz. Men mana shu materiallarda ko'rdim buni. Bu arxeologiyalik atalg'ular har xil bo'lg'achqa biz hozir chunqur tushunib ketmaydi ekanmiz. Qanday tushunamiz shuni? Karbon 14 tekshirishi deganni? Bu fiziklik bir xil usulda bu aslida. Buningda shu odatda bu qiz bo'lgan. Anarka kechiring, biz buni Ahmeddan signal kelib qoldi. Avval ular bilan bir aloqalashib baqaylik. İdishqon yaxshimisiz? Yaxshimi? Men hozir Taklimakandagi Qarachin qadimiy shahar xarobasi turibman. Bu yer Chernohiydan 30 km yiroqlikda. Ya'ni biz oldingi kuni bevos ko'rsatgan ulug' zaratkorlikqa 5 km keladi.
biz shu yerda qo'noq qilyapmiz. Bugungi bu tekshirishimizni oxirlashtirib, yana shu yerga qaytamiz. Akşam xabarimizda biz sizlarga xabar qilgan, bu yerdagi klimat akşam tuyuqsiz o'zgarib, bo'ron chiqib, temperatura tuyuqsiz tushib ketdi. Akşam biz eng bir sovuq kechani o'tkazdik. Ko'rib turibsizlar, bu yer yana yo'lg'un do'nglar bilan qo'rshilgan qum barxanlari. Mana orqamdagi hozir shu Qarichin qadimiy shahar sepili. Bu sepilninki doirasi xil bo'lib, sunniy amrodin tortilgan suratga qaraganda so'qchoq elpisiman shaklda ko'rinadi. Hozir ikki mutaxassisimiz bu yerda tekshirish beryapti. Yaxshimisizlar? Mana hozir ko'rib turibsizlar, bu shu sepilninki yuchiq eg'izi. Balkim bu sepilninki kirish eg'izi bo'lsa kerak. Buni mutaxassislarning og'zidan anglab boqayli. Yaxshimisizlar Qasim aka? Shu sepilninki kirish eg'izi bo'ladi. Biz hozir qadar shu sepildi bu elip shaklli sepildan tunji bayqagan bir yo'chuqmi shu. Bundan boshqa yo'chuq yo'qmi? Shuni biz kirish eg'izi deb bekitgan. Bu shart tarafga qarag'liqmi? Bu qarasak tomninki qilinligi xilili bor ekan. İdrisga bu tomninki tuzilishini bizga bir tushuntirib berasiz. Endi bu shu Marqasim degandek shu bir eg'izni bayqaldi bizga. Bu tomning asosi qurilishi ham deb iqimdagi seg'iz top nima parchalarda birlashtirib ham loy bilan ostida qarasak yana bir qor yulg'un ve 30 santim atrofida yana bir qor yulg'un bundaq kurashtirgan bu tankka asosan loyishni chaplash orqali birisi majbur bo'ldi majbur bo'ldi yana bir tarafda qarasak tüp taraf tamgı hem de. Yani sırt tarafga qarasak bir su basmagan. Keyin su bo'lgan. Sirtini bir qarab so'g'anda. Bu osti xilili kenka. Bu balkim tomninki mustahkamligini oshirish uchun qo'llangan usul qanday? Ostida biz abatdan o'lchaganda 3,5 metr. Tomning ostidan kengligi 3,5 metr. Egizligi biz burun o'lchagan egizlikda eng egiz 4 metr 30 santim. Eng past 23 metr 70 santim edi buning. 96-yili o'lchagan bu yani. Sizning necha qatim kelishingiz? Yaga mening ikkinchi qatim kelishim. Men 96-yili bir kelgan. Ham bu yani eng dastlabda Angliyalik Avril Stein 1901-yili. 3-oylar atrofida mush atrof tekshirganda bayqab kelgan bo'lsa. Shu vaqtdagi ismim Qarichin bu yani. Shuning o'lchagan masalan hozirgi bizning o'lchagan sonimiz asosan o'xshash. Ondan keyin 1928-yili Jungul arkeolog Huang Wenbi ketma tekshirib kelgan bu yani. Ama şu Qarichin degan nomni tilga olyapmiz hozir. Men burungi kitoblarni ko'rgandimmi, qadim Xotanni Chin Machin deb ataydigan ish. Bu Chin atalg'usi Xotan diyarida biroz ko'p uchramdi qanday? Balkim shuni bilan munosabatlar qilishim mumkin. Uning aniq isbot yo'q. Lekin shu Chirnayisining shimolidagi qumliqning ba'zi materialda Qarichlan qumliqi, Qarichin qumliqi deb atayotgan materiallar bor. Burungi zamonda atalgan bo'lishi mumkin. Buning balkim Qarixonlar sulolasi bilan munosabati bulab qilish mumkin bo'lsa. Ismidan. Undaqda bu sepil qachonroq bayqalgan, kimlar tarafidan bayqalgan shuni bir yaqinda sepil ustiga chiqqach ko'rganlarga tushuncha beraylik. Bu sepil 1901-yili Angliyalik Avril Stein tarafidan bayqalgan sepil bu. Shu vaqtda uzun tat ulug' zaratkorlik atrofini tekshirib, o'sha kelgan sepilni yerlik yo'l boshlovchilarning ta'minligiga uchirilgan bayqab tekshirgan. Undan keyin 1928-yili Junguluk arxeolog Huang Wenbi bir tekshirib ekan bu yani. Ondan keyin 80-yillarda bizning Xotan viloyatlik madaniyat yodigarlik idorasi bir tekshirdi. 96-yili men kelib tekshirib o'lchab chiqatgan. Ham hozir ham bizningki Idris Kamilov tunji qatim kelishimiz. Biz 2010-yili izlab topolmadik bu. Hamda hozir tunji qatim kelishimiz. Ma qatimga tekshirish ko'li masal cho'ng. Hamma saatni adam bor. Hakikaten bu qatim tashkilotga tartibimizningki qo'shin bir qadar zo'r, har qaysi sohalardan ko'p. Hozir ko'rmalar ko'rib turibsizlar. Biz sepilninki ustiga chiqdik. Asosan qum bilan ko'milib ketgan. Ko'limi xili bor. Yumaloq, ya'ni so'qchoq elib pisman shakllik. Ama ko'limini hozir qanchalik o'lchash mumkin Idrisga? Ko'limi o'lchalaganda 385 metr. 385 metrga. 385 metr. Endi hozir men ustiga chiqdik, qarasak men tomninki bu yerda bir takchi bor. Endi bu qandoq o'rin, qandoq shahar ustiga ega bo'lgan bir sepil bo'lishi mumkin. Baytni Idriskan bilan bir qator tekshirib chiqdik, biz dastlab tekshirgan 96-yilda inchga tekshirmagan. Çünkü vaqt yetmay. Baytdan tekshirishni qaraganda men sepilning tigining kengligi 3,5 metr. Birin tekshirishda hozir nima meyadagi bir g'oltam deylamdi bu. Bu g'oltamning kengligi 1 metr 70 santim ekan boshqa. Obdan saqlangan yani. O tüpidagi tomninki
Qo'shimcha tamdan bu mudofaa temi deyli buni. Mudofaa temininki egizligi 90 santidan 1 metr 30 santigacha. Buni asli 96-yil men tekshirganda bu o'ttirib bizning tushuk xatakli edi ba'zi yerda. Bu o'rilib tushib ketibdi hozir. Ko'g'ilvomida. Bu endi Batni İdris Kamilov maslahat qilishdik. Bu asli miyada adam bir mudofaa shaklida, mudofaa sifatida. Ama hozir buning ichida o'ltirab izlarimiz qum barqalab aslida qayqilib buniki, kimlab ketgan. Buni shu vaqtdagi bir mudofaa istehkomi, balkim lashkarlar mudofaa qilib turgan bir qo'rg'on deb qarash bo'ladi qanday ekan? Shunday faraz qilishim bo'lamdi. Endi bu umumiy tekshirib ko'rgan ahvoli qaraganda bu doirasi pek cho'ng emas bu ishlar. Shunga mundaq shakllik bo'lgan ekan, 1996-yil Matqasimlar kelib tekshirgan sotilgan. Bu o'qiya aytilgan qamoqlar tekshirlar bor. Va uning tufsi ma nimdaymiz unemde adam turdiga yani. Adam bu cho'gilab atrofni qo'llayib turgan yerda. Shuning men Matqasi bilan maslahatlashib bu shu balkim askarlar turdiga yani ekan deb aytamiz. Undaqda bu hozir biz oldin kun ko'rsatgan ulug' ziyoratkorlik, O'stan Seg'izlik qabristonligi, yana biz hozir tilga olgan Uzuntat xarobasi, mushunda o'tirsizlar qanday bir bog'lanish bor? Bu endi asosan bir cho'ng doirada bu. Hozir biz turayotgan Qarachin sepilninki g'arbida bo'lsin, sharqida bir yer 1 kilometr bir atrofida o'ltiraq uy izlari, etizliqlar, O'stan Eriqlining iznalari bor. Tunigan biz tekshirgan O'stan Seg'izlik xarobasimi, uning qabristonligining yendimi xarobi bor. Balkim Uzuntat, ulug' ziyoratkorlik, mush atroflar hammasi bir bog'lanishlik yerlar bu. Ammo hozirdan bu sepilning ichidan bizga bir yil davrini bekitgan narsa hozir tepilmadi. Aniq binasi yo'q. Taxminiy faraz qilish bo'ladi. Hamda baytdan bizning qo'g'diqchida Xallabital nimani akibdi. Sirlangan safal bazı. Bunun qaraganda bu yana yil davri balkim selingan vaqtda zot aniq bo'lmasimi, ishlatgan vaqtda shu balkim milodi 13-asr 12-asrlar atrofida Qarag'anlar sulolasininki vaqtlarga udul kelib qoladi bu. Buni oxirgi davrlarga. Shu vaqtdagi ekologik sharoiti aholilar balkim yashagan bu shahar xarobasi bo'lgan kun aholilar yashagan bo'lishi mumkin. Qandayroq bir qiyos qilish bo'ladi. Ammo shu o'z vaqtida buyoninki hozir faraz atrofdagi aholilarni qo'g'daydigan bir qo'g'dinish xarakterlik bo'lishi kerak. Doirasi cho'ng emas. Ishlatgan vaqtni hozir shu zodi uzun bak qisqimiga deyilsa remonat qilgan izi bor bu yerda. Ba'zi biz tekshirgan vaqtda 96-yil Batni İdris Kamilov ko'rdik, qaytadan remonat qilgan izi bor ekan. Ham shuning qaraganda ishlatgan vaqti sal uzunmiki deb faraz qilyapmiz. Ham qolgan gaplikini agar davlat tasdiq qilsa, bir endi qizish qilib baqsaq shundaymi derska? Andan aniq bir fakt dalil o'tirib. Qezilgan tepilmalarga asosan uni analiz qilish orqali fakt toplash bo'ladi. Xuangmanbiningki ma'lumotini qilganda bu 13-asrdagi italiyalik sayyoh Mark Polo ning xotirasidagi PN shu bo'lishi mumkin debdi. Endi to'g'rimi xatomi uni biz hozir yakun chiqa olmaymiz. Staymi bu yana yil davrini bekitadi. Hech qanday qizish bo'lmagandiki, Stay o'z vaqtida 1901-yil kelajaqda hech qanday bir narsalar bayqamabdi. Shunga umumiy o'zining ko'z qarashini hech qanday ko'z qarashini deyman. Hozir biz xarobining umumiy ahvolini ko'rib turyapmiz. Siz nurg'un xarobalarni tepishga qatnashdingiz, o'zingiz bevosita bayqadingiz. Masalan, O'rta Osiyoda nurg'un xarobaliklar bayqaldi. Mush tepilgan shahar xarobalari bilan qanday bir selishtirma neyse qilish bo'ladi. Endi asos bu jumloq bunda xarobalar endi asos O'rta Osiyoda ko'proq bo'ldi. Misalda endi biz o jumloq qum deymiz, Kiriyaning oyoqda tepilgan bir ko'rinishi. Umur Xandavdan burungi shahar. Onun bu şekli asası jumlaq. Çoğun dairesi şu 1 kilometrga kemedi. 990 metre. Ama onun iki darvozasi var, iniqlar. İki darvozasi var. Junub darvozasi bilan shimol. Uni biz qiziq qilib ancha-muncha tekshiruvlarni qo'ygan. Asosan O'rta Osiyoda shu shakli jumlaq qurilish o'xshab ketadi. Maynur, bizniki hozirgi xaroba haqidagi tushunchimiz shunday, balkim yana bir soat biz tekshirish bo'lishimiz mumkin. Demak, bu yerninki tadqiqotni yana cho'nqurlashtirish to'g'ri keladi. Bizniki bugungi naq maydon ko'rsatishimiz mushagicha. Rahmat O'shxon, biz siz bilan atik programmamizda unda aloqalashamiz. Biz muxbirimiz O'shxonniki naq maydonni tushuntirishidan Qarachin qadimiy shahriniki sepil qurilmasi to'g'risida ozroq tushunchaga ega bo'ldik. Anvarga kechiring, bayam signal kelib qilish munosabati bilan suhbatimiz izlab qoldi. Bugungi programmamiz maqsadi jiddiy bo'lib qolg'achqa biz
davamlıq programımızın davamlaşdıraylı. Hem de bizdeki naq meydanda televizor köygüçülerimiz bu programımızga tor arqalıq bevasitə qatnaşıb bizga ait yaxşı tiləklərini qaldırıb atıdı. Təvəndə mən onlarını qaldırğan sözlərdən bir nəçini oxub etay. Çoğunbirlik namlı to'rdashimiz mundaq debdi. Arxeologiyalik qazish bir xil ilmiy bayqash jarayoni bo'lib, asta zerikishli xizmat. Bu jarayonni ko'rmanlar yoqtiradigan qilib ishlash uchun nurg'un kishining kuch sarf qilishiga to'g'ri keladi. Xinjiang televiziya stansiyasining arxeologiyalik tekshirishni bevosita ko'rsatish programmasi meni nihoyat jalb qildi deb aytibdi. Kampet namli to'rdash mundaq debdi. Mening eng chong orzuyim qumliqda qo'nish. Kechida qumliqning qanday bo'lganligini bilgim bor. Qumliqda ay texmi yumaloq ko'rinadigandu. Arxeologiya xodimlari sizlar bek baxtli ekansizlar. Qumliqdan kechini yaxshi o'tkazinglar debdi. Biz bu to'rdashlarımızın programımızga qatnashayotganligiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Hurmatli ko'rman do'stim, siz hozir Xinjiang televiziya stansiyasining naq maydandan bevosita ko'rsatayotgan Texnomakondagi qadimiy madaniyatning sirni ichish nomli bevosita ko'rsatayotgan programmamizni ko'ryapsiz. Kanalni yo'tkamay turing, sal turib yana ko'rishimiz. Qadimiy Xotan Yipak yo'lidagi o'zang. Almashtirish orqali yug'urilgan madaniyat javhari. Ming yillik qadimiy shahar qandoq g'oyib bo'lgan? Qaysi qadimiy xonlik bepoyon qumliq ostiga ko'milib ketgan? Madaniyat yodikorliklari orqali tarix qayta namoyon qilindi. Ko'ryapsizlar, Xinjiang televiziya stansiyasining bevosita ko'rsatilayotgan Texnomakondagi qadimiy madaniyatning sirini yechish nomli programmasi. Hörmətli televizor görüşlər görüb Xinjiang televiziya stansiyasının naq meydanda bevosita ko'rsatilayotgan Texnomakondagi qadimiy madaniyatning sirini yechish nomli bevosita ko'rsatilayotgan alayda programmasi men riyosatchi Maynur Ahmad suhbatimizni davomlashtirayli. Endi biz bayonqi naq meydanda Qaracın qadimiy shahrininki umumiy ahvolini ko'rib o'tdik. Ba'zi bayqashlarga qaraganda bu Qaracın qadimiy shahri eng dastlabki O'rta Osiyo yaylaq madaniyatiga tabi bo'lishi mumkin degan farazlar bor. Tuvanda biz mushaqda ishlangan bir qisqa film orqali yaylaq madaniyati bilan tanishib chiqaylik. Xinjiang dengizdan eng yiroq. Necha ming yildan buyon insonlarning to'planishi va tarqalishi, bo'stonliqlarning xarablashishi va gullanishi, madaniyatning gullanishi va xarablashishi tarixiy o'zgarishlarga shohid bo'lib keldi. Yaylaq madaniyati dal bu tuproqdagi tarix va insonlar madaniyatining kartinasidan iborat. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Pichan nahiyasidagi qumliqda 2-3 ming yil ilgirgi qadimiy qabristonlik bo'ronning uchirishi bilan echilib qolgan edi. Arxeologlar qadimiy qabristonlikdagi qo'shib dafn qilingan buyumlar orasida farfur buyumlar bilan birga yana qamcha, o'qya qatorliq buyumlarning borligini bayqadi. Texmi hayron qolarligi shuki, bu qadimiy qabristonlikda yana qadimki Babilon, Misr, Yunonning chalg'usi g'onqa bayqalgan. Bu buyumlar nima uchun bu qadimiy qabristonlikda bayqaladi? Bu yerning ilgari o'tchib buluq o'sgan yaylaq ekanligidan derak berandi qandaq. Arxeologlar bu qadimiy qabristonlik Yevropa, Osiyo yaylaq madaniyatining sirini echishdiki, oshqush bo'lishi mumkin deb faraz qildi. Tarixda Tarim daryosi, Janubiy Tarim daryosi qatorliq nurg'un daryo eqinlarining ta'sirida daryoning tuvanki eqin deltisining yer shakli takshi suv to'g'ri taraqqiy qilgan bo'lib, keng yaylaq, to'g'raqliqdan iborat tabiiy bo'stonliq shakllanib, 4 faslda yaylaqda chorvachilikni taraqqiy qildirishga yaxshi sharoit hozirlagan. Tarixiy va arxeologiyalik materiallarda 3400 yillar ilgirki Xinjiangda ibtidoiy chorvachilikning maydonga kelganligi xotirlangan. Altay va Ili yaylaqidagi balballarni kim yasagan? Ular qaysi millat yoki qabilaga tava? Bu sir ilm sohasida hozirga qadar yeshilmadi. Buningdan boshqa qiyotash rasmlari, Budda tam rasmlar qatorliq madaniyat izlari Xinjiangdagi yaylaqlarda bayqaldi. Bu tarixiy izlar hozirgacha kishilarga insoniyat madaniyatining o'zgarishini namoyon qilib bermoqda. Biz bu qisqa filmdan yaylaq madaniyati to'g'risida dastlabki tushunchaga ega bo'ldik, Anvarka. Undaqda shu yaylaq madaniyatining konkret ifodasi va aloyihligi qanday bo'ladi? Mushaq bir tushuncha bersangiz. Bo'ladi. Yaylaq madaniyatini so'zlashdan burun men Xinjiangning jo'grafiyalik ahvoli va klimati to'g'riliq bir so'zlab o'tay. Xinjiangdagi umumiy jihatdan olganda Xinjiang jo'grafiyalik ahvoli Şimali Xinjiang ve Janubi Xinjiang deb ikkiga ayrildi. Janubi Xinjiang bo'lsa asosli cheksiz ketgan qumluq va qumluqlarning ichidagi cheklik bo'stonliqlarni asos qiladi. Şimali Xinjiang bo'lsa keng ketgan yayloq va tog' daryolar ko'parak. Shunga
bu Janubiy Şinjanның bu muhiti bo'stonliq madaniyatini shakllantirgan bo'lsa, Shimoliy Şinjanda bo'lsa, biz deb o'tgan yayloq madaniyati xosligini shakllantirgan. Bu yayloq madaniyati Şinjanның, Shimoliy Şinjanning yayloq madaniyati bo'lsa, Yevroasiyo yayloq madaniyatining bir tarkibiy qismi. Buningda asosan qavrlarning turlari 3 xil bo'ladi. Qavrlarning turlari 3 xil bo'ladi, ya'ni tosh doirali qavrlar, tosh dövlik qavrlar va tosh balbal, ya'ni toshni obidiy shaklda tiklab qilingan tosh balballik qavrlar. Uning madaniyat iznolari asosan qiyotash suratlari, tosh balbal toshlar uyulgan har xil shakllar shuningda ifodalanadi. Qavrlarning alohidligini qavrlarga hamdafni buyumni, dafn qilingan hamdafni buyumlari oddiy bo'ladi. Oddiy bo'lganda masalan chiqqan buyumlardan mis buyumlar, oltindan qilingan buyumlar va temir buyumlar. Bularning asosligi hayvonotlarniki, har xil hayvonotlarniki, bug'i deymiz, qo'y deymiz, to'g'rimida hayvonlarniki suratlari uyulgan bo'ladi. Onundan boshqa bu yayloq madaniyatidagi har qaysi millatlar, qadimgi millatlar bo'libmi bu yerda saklar, uysullar, qanqillar, g'ullar, uyg'urlar, turklar ilgir keyin bo'lib bu yayloq madaniyatda o'zining iznolarini qoldirib ketgan. Shunga bularning ma'lum jihatdan bir-biriga o'xshamasliklari bo'ladi. Onundan boshqa bu yayloq madaniyatidagi yayloq madaniyat qavrlarning atrofidan bo'stonliqlarni tepish, qavrlarning atrofida aholilar o'tiraqlashgan shahar xarobasi tepish mumkin emas. Hamda janubiy bo'stonliq madaniyatda qavr bo'ladi ekan, qavrning atrofida cho'qim aholilarning o'ltiraq rayoni, shahar xarobi izlari tepiladi. Bu ikkisiniki o'xshamaslikdagi farqlar. To'g'ri. Siz bayam so'zingizdan tosh balbal degan bir so'zni tilga oldingiz. Shunday bo'lsa, tosh balballar zodi qanday bo'lganini biz sizlarni bir qisqa film orqali tafsil ko'rib boqaylik. Uzoq davrlardan buyon yayloqda yashab kelgan insonlar, qabila, millatlar birlikda yayloq ekologiya muhiti bilan munosabatli qo'yiq rayon alohidligi va milliy alohidligi ega yayloq madaniyatini shakllantirgan. Bu elimizning cho'ng Hingan teg'idan Pamir egizligining sharqi, Altayning janubidan Qurum teg'ining shimoligacha bo'lgan rayonlarga keng tarqalgan. Balbal yayloq madaniyatining asosli tarixiy iznosi. Tosh materialini asos qilgan bo'lib, yayloqdagi tarixiy insonlar madaniyatini namoyon qilib beralaydi. Ular Altay va ilining Mo'ng'ulkira yayliqiga tarqalgan. Nurg'un olimlar yayloqdagi balballar qabristonlik bilan munosabatlik yoki qabristonlikqa qo'shib dafn qilingan va yoki qabristonlik qo'g'dug'uchilar bo'lishi mumkin deb faraz qiladi. Ular quyosh qarab turgan holatda yasalgan. Yayloqda yashagan qadimiy insonlar u yerni yangi hayotlik paydo bo'ladigan, kuch-qudrat ato qiladigan joy deb bilgan. Avtonom rayonimizning yayloqlarida yasovul shakldagi balballar va ayol balballar bor. Altay viloyati elimizning yayloq qabristonligi balballari eng ko'p rayon bo'lib 80 nachisi bor. Arxeologlarning tadqiqotida ko'rsatilishicha, Altay viloyatining Misqurallar davrida yayloq qabristonligi balballari paydo bo'lgan. Yermastirlik arxeologik tadqiq qilish orqali bu balballarning Mo'ng'ul Yuan sulolasidan Suy Tang sulolasigacha bo'lgan oraliqda borligi kelganligi, buni ayni vaqtdagi Shimoliy yayloq turklarining qoldirib qo'yganligini, ularning Osiyo Yevropa yayliqidagi ko'chman chorvachilarning ajdodlaridan qilib, hozirgacha saqlangan vakil xarakterli yayloq madaniyat yodikorligi ekanligi faraz qilingan. Ular qadimiy yayloq milliy madaniyatini tadqiq qilishda muhim ahamiyatga ega. Yayloq madaniyatining yana bir tarixiy saqlanib qolgan buyumi qiyotash rasm bo'lib, qiyotash rasmlari avtonom rayonimizning ko'p qism joylariga tarqalgan. Bu qiyotash rasmlari ayni vaqtdagi kishilarning ishlab chiqarish turmush ahvoli va insonlar ajdodlarining tutim e'tiqodini ifodalab berdi.
Arxeologik tədqiqat nəticələri avtonom rayonimizdagi qiyotash rasmlarining eng baldir bo'lganda tosh qurollar davrida paydo bo'lib, milodi 12-13 asrgacha bo'lgan Mong'ollar davrigacha kelganligini ko'rsatib berdi. Altay teg'ida qiyotash rasmlari bir qadar ko'p bo'lib, asosligi ot, buğa, qo'y to'pi qatorliq shakli bir qadar oddiy, obrazi jonliq, mazmuni mo'l bo'lgan qiyotash rasmlari bor. Bu filmni ko'rib o'tdik, Anvar aka. Bu tosh balballar zodi nimani tushuntirdi? Ayni vaqtda kishilar nimaga asosan bu tosh balballarni tishlagan bo'lg'aydi? Manasi bu-chi, qaranglar. Qarabiyotning alohida jo'grafiyalik ahvoli Muşaya'nın alayda hava klimatını şekillendirdi. Bu xil hava klimat endi bu medeniyetin o'xshamaydigan taraflarini mi hosil qildi. Shunga qadimgi Xinjiangning taraqqiyoti asosan Tangritog'ni chegara qilib, Tangritog'dan janubiy va shimoliy iborat ikki o'zi alayda xos madaniyat rayonini barpo qilgan. Tangritog'dan janubiy bo'lsa, nayt balduram dehqonchilik madaniyatiga qadam tashlagan. Dehqonchilik bir qadar taraqqiy topgan. Tangritog'ning shimoli bo'lsa, izchil yayloq madaniyatni asos qilib, hozir qadar shunday deydi. Kelgan. Shunga shimoliy Xinjiang tarafda, Tangritog'ning shimolidagi yayloqlarda yashagan qadimgi qabila va millatlarning madaniyati bo'stonliqdagi dehqonchiliklar shug'ullangan millatlarningki madaniyati bilan zo'r farq qilib turdi. Bularningki yayloq madaniyatiga oid madaniyat yodgorliklari o'ziga xos alohidaliklari ko'p. Bayroq aytib o'tgandek, o'ningki hayvon obrazi tushirilgan buyumlar bor. Agar balbalni desak, balbal degan asosan qabr oldiga qo'yilgan bir xil tosh bo'ldi bir tosh haykal. Demak, Anvar akamning aytganlaridan biz shu tosh balballar haqida qisqacha bir uqumga ega bo'ldik. Hürmetli televizor köygüçüler, biz bugün muşu işki aziz mehmanimizning tanıştırışı ve naq meydandan kelgen ma'lumot orqali Qaritin qadimiy shahri, Yumlaqum qadimiy shahri, Bo'stonliq madaniyati ve Yaylaq madaniyati to'g'risida belgilik tanishga ega bo'ldik. Vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ati yana qanday arxeologiyalik bayqashlar bo'lganligini qiziqsanglar, diqqatinglar davomli ekranimiz bo'lsin. Bugungi ishki aziz mehmanimizning kesaktimizga qatnashib berganiga rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Xayr xo'sh, ati programmamizda ko'rishaylik.